Assalomu alaykum azizlar. Bugun Ustozlar izidan deb nomlangan podkastimizning navbatdagi sonini Adimjon o'quv markazi boshqaruvchisi Toshtemir Adhamjon aka bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum Adhamjon aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Rahmat, alhamdulillah. Adhamjon aka, shu obunachilarimiz uchun qisqacha o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Juda ham yaxshi. Ismim Adhamjon, o'zim 33 yoshdaman. Ta'limni Farg'onada olganman, oliygohda bakalavrda va undan keyin Xitoy Xalq Respublikasida magistraturada o'qiganman. Va undan keyin kelib o'quv markazi ochganman. Xo'p, birinchi savolimiz Adhamjon aka, o'quv markazingiz qachon va qanday maqsadda tashkil etilgan? Xo'p, juda ham yaxshi. 2019-yil yozda ochilgan o'quv markazimiz. Asosiy maqsadi faqat urg'u berishimiz sifatli ta'lim bo'lgan. Ammo orada yillar o'tib maqsadlarimiz o'zgardi. Boshqa maqsadlar bo'lib qoldi. Shunda biz maqsadlarimiz o'zgarganda ham, ya'ni o'quv markazida sifatli ta'lim ham o'zgardi. Ya'ni sifatsizroq boshladi. Va shunda keyin orada bir yaxshi bir kitob o'qiganimda bir jangchining zo'r gapi bor edi. Biz jang qilib charchamadik. Biz maqsadlarimizni yangilab charchadik. Ya'ni doimiy bitta maqsadda turish qiyin ekan. Ya'ni odam doim bitta narsani ushlab turib, doim shunga harakat qilishi ora-orada nima bo'lar ekan desa, o'zgarib turar ekan. Maqsadimiz orada o'zgardi va shuni to'g'riladik. Hozirda buni o'zimizda doim eslatib turish uchun, doim bitta maqsadga qarab yo'nalishimiz uchun va buni yozib qo'ydik. Ya'ni nima qilamiz? Sifatli ta'lim va tarbiya berish orqali jamiyatimizni yuksaltirish. Ya'ni doimiy biz sifatli ta'lim berish orqali va shuningdek tarbiya berish orqali va o'zimiz ibrat bo'lish orqali shu ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Yaxshi. Keyingi savol, Adimjon o'quv markazining nomi, ya'ni brendning nomi Adimjon. Nima uchun aynan Adimjon va qanday ma'noga ega? Adimjon. Xo'p. Adimjon asosiy ma'nosi bu aka-ukalar, ya'ni bizda taxalluslarimiz, biz Xitoyda borib o'qiganligimiz uchun xalqaro talabalar bilan o'qiganmiz va meni ismim Adhamjon, ya'ni addan keyin k bilan h borligi uchun yozilishda juda ham talaffuz qilinishi qiyin bo'lgan. Ya'ni Adhamjon ularga shu talaffuzini qiynalgani sababli ustozlarimiz Adim deb nom taxallus berishgan va biz ustoz hurmat sifatida shu nomni olib turib, shu nom o'zimizda taxallus bo'lgan va hamma xalqaro talabalar shu nom bilan bizni chaqirgan va akamga Olimjon bo'lsa, unga Jon deb taxallus berilgan. Shu nomda biz ikkalasini qo'shgan holda Adimjon o'quv markazi nomiga berganmiz. Zo'r. Adhamjon aka, o'quv markaz yangi tashkil qilinayotganda, ya'ni ochilayotganda qanaqa qiyinchiliklarga duch keldingiz? Xo'p, asosiy qiyinchilik davlat tarafidan bo'lmagan. Uni ochib olib rasmiylashtirib olganmiz. Lekin asosiy qiyinchilik birinchi ochilganimizda, ya'ni nima bo'ladi desa, yangi ish boshlanayotganida moliyaviy tarafdan bo'ladi. Ya'ni o'quvchilar oqimi biz o'zimizga ishongan edik. Ya'ni juda ham yaxshi ta'lim beramiz haqiqatan deb, balki kibrga berilgandir biz o'sha paytlari. Shu zo'r o'qiqdan zo'r nima qilamiz deganmiz, lekin biz kutgandaqa o'quvchi kelmagan. Ya'ni biz boshlanishda bitta, ikkita o'quvchilarga dars berganmiz va ularda ko'p asosiysi ham o'zimizning qarindoshlar, qo'shnilar, jiyanlar bo'lishgan. Va 3 oy ketma-ket shuni ketganidan keyin o'zimizda qandaydir demotivatsiya bo'lgan. Ya'ni nima desa, biz o'quv markazi sohasida moliyaviy xarajatlari bor edi, shularda qoplanmayotgan bo'lganmiz. Orada taklif tushgan oliygohdan, ya'ni biz kutgandan ko'ra ko'proq maosh taklif qilishgan. Va biz orada bunga qiziqamiz ham borganmiz. Borib bir kundan keyin shuni anglaganmizki, ya'ni inson yuragi jiz etishi kerak ekan. Ya'ni haqiqatan shu ta'lim sohasida o'zimizni qilayotgan ishimizga yana qaytib kelganmiz. Va bir kundan keyin kelib shu maqsadni qo'yganmizki, biz sifatli ta'limni beramiz. Biz bilamizki, sifatli narsa hammaga yoqadi va hamma shuni xohlaydi. Ya'ni shuni ushlagan holda qattiq dars berishda boshlaganmiz. Aka-uka o'zimizga maqsad qo'yib, sifatli ta'limni berganmiz. Va birinchi esimda shu ta'limni shu niyatni qo'yganimdan keyin ham balki bu sinov deb bilaman,
qo'yganimdan keyin oradan hech qancha o'tmasdan nima bo'lgan desa, kasal bo'lganman, koronavirus. Bu degani nima degani desa, ya'ni yana moliyaviy tarafdan inqirozga tushganmiz. Va shundan keyin o'zim yana turib, endi oradan 1 oy vaqtim ketgan, ya'ni koronavirus tuzalgandan keyin yana chiqib ishni davom ettirganmiz. Bag'i keyin juda ham yaxshi bo'lgan. Har o'quvchilar tarafdan ham, natijalar tarafdan ham juda ham yaxshi natijalar qilganimizdan keyin har taraflama moliyaviy ham ma'naviy o'sish bo'lgan o'zimizga. O'quvchilar soni, natijalari ko'paygan. Avvalo natijaga ko'proq urg'u berardik va shu natijani orqasidan ko'proq markaz rivojlanishiga sababchi asosiy omil bo'lgan deb bilaman. Xo'p, bir qiziq voqea bo'lgan, shuni ham mayli aytib ketay. Bir o'quvchim o'zi birinchi dars berishga boshlaganimda bitta o'quvchi kelgan. Shu bitta o'quvchiga esimda bor, bir hafta 2 kun tayyorgarlik ko'rganman. U qiz kichkina qizcha edi, juma kuni kelgan va shanba, yakshanba kuni va dushanba kuni darsi bo'lishi kerak edi. Shanba, yakshanba kuni tinmasdan tayyorgarlik ko'rib, shu o'quvchiga zo'r dars beraman degan niyatda qilingan. Darsda o'tganman, o'ylaganman juda ham yaxshi dars o'tdim deb. Lekin qaytib o'quvchiga javob berib, vazifasini berib, kelgandan keyin chorshanba kuni darsga kelmagan. Keyin hayron qolganman, o'zimda demotivatsiya bo'lgan, chunki o'ylaganman, darsda yomon o'tdim, chunki yoki men O'zbekistonga moslasholmayapman. Men Xitoyda dars berganman, nimagadir vaqtda bo'lmadim ekan. O'zimdan ayb axtarib, majlis qilib, endi boshlab akam bilan turganimizda shuni tahlilini qilamiz deb oradan 6 kishi yig'lab kelib qolgan. Ya'ni darsga kech qoldim deb kelganda, keyin menga ilhom bergan, yana ham dars o'tishga. Shundan keyin bu sohani yana ham qattiqroq oshirishga jiddiy jahd qilganmiz. Ajoyib. Keyingi savolimiz, o'quv markazi tashkil qilinayotganda yoki o'quv markazida rivojlanish uchun o'quv markazidagi xodimlar jamoasi qanday ahamiyatga ega deb o'ylaysiz? Bu juda ham katta ahamiyatga ega. Asosiy men doim aytaman, biz bu ishda aka-uka qilmaganmiz. Jamoa bo'lmasa biz hech kimmiz. Ya'ni asosiy narsa jamoa bilan bo'ladi. Doim bitta kichkina hikoyachani roviylardan kelgan hikoyani doim bolalarga aytardim, o'zim o'quvchilarimga ham. Cho'g' voqeasi, ya'ni asosiy nimada bir talaba bo'ladi, u doim ko'pchilik bilan ilm oladi va ilm olish jarayonida o'zini kuchliroq his qiladida, ajralib chiqadi va ajralib chiqib o'zi ta'lim olishni boshlaydi va u juda ham zo'r natijaga erishadi birinchi oy. Ya'ni qolganlardan ko'ra yaxshiroq natijada tezroq o'sayotganini his qiladi. Ikkinchi oy ham xuddi shunaqa bo'ladi, lekin 3-oy pastlashni boshlaydi. 4-oy umuman kitobni qo'liga olishda to'xtatadi. Va 5-oy ustozi bilan ko'chada ko'rishib qolishadi-da, hol-ahvol so'rashib, bitta uyga kiradi, talabani uyiga kirishib, suhbat qurishadi. Hamma hol-ahvol so'rab olgandan keyin, shundan keyin gap tugagandan keyin sukut paydo bo'ladi. Orada cho'q yonib turgan bo'ladi, olov. Olovdan shu sukut turganda, gap to'xtaganda bitta cho'q bitta sakrab chiqadi-yu, guvillab bitta yonadi-yu, yana o'chib qoladi. Shunda ustozi shu cho'qni shunday oladida, olovga bitta qo'yadi, yana yonishni boshlaydi. Yana bitta cho'q shunday sakraydi-yu, olovdan chiqadi-da, yana guvillab shunday yonadi-yu, keyin bitta o'chib qoladi. Shunda ustozi yana shunday olib turib, u olovga tashlaydi. Shunda ustozi indamasdan eshik tarafga ketayotganda, shogirdi oyog'ini ostiga, ya'ni oyog'ini ushlab turib, ustoz siz hozir menga katta dars berdingiz deydi. Qanaqa dars berdim desa, qachonki cho'q bo'lsam, ajralib chiqsam, bitta guvillab yonar ekanman, keyin o'char ekanman. Agar olovni ichida bo'lsam, doimiy yonar ekanman deydi. Ya'ni jamoadan asosiy maqsad, ya'ni bitta birdamlikda katta ish bo'ladi. Ya'ni qachonki biz birdam bo'lsak, juda ham guvillab yonamiz. Agar kimnidir ichimizdan ajralsa, ya'ni o'zini fikri bo'yicha doim ish tutaversa, cho'q kabi ya'ni o'chadi. Shuning uchun nima qilish kerak desa, men doim harakat qilaman jamoani kengaytirishga. Qanaqa qat'iy nazar, jamoamizda qancha ko'proq odam ishlasa, shuncha har taraflama manfaatli deb bilaman va biz uzoqroq yonamiz va o'chmaymiz deb o'ylayman hech qachon. Xo'p. Adhamjon aka, shu ish faoliyatingiz mobaynida
qanday xatolarga duch kelgansiz, o'zingiz qilgan xatolaringiz haqida? Ya'ni birinchi xatolarim maqsadlar tarqoqligi. Keyin doim nafsimizga berilganim, shuni ya'ni qalb o'zi o'zgaruvchan narsa ekan. U xuddi iynani ustida tuxumni qo'ygandaqa narsa ekan. U qani desada jicha baqa og'ishib ketib qolar ekan. Ya'ni nima desada qo'pol qilib aytganda yo asosiy maqsadga og'ishadi yoki desa nafsizga og'ishadi. Shuning uchun doim buni to'g'ri muvozanatda ushlashni yechimi nima ekan desa, yechimi doim shu maqsadga to'g'ri yo'nalib, doim o'zini ustida ishlash ekan. Ya'ni shuni ko'rdimki, ilmga o'zim uchun iloji boricha rosa ham ko'proq pul sarfladim. Ya'ni endi bu xato deb bilmayman, lekin asosiy narsam ilmga to'xtadimmi, qachonki to'xtagan oylarim, kitob o'qimagan oylarim yoki kitob o'qimagan haftam shu xato qilgan haftalarim deb bilaman. Bu kunimni bekor o'tkazgan kunlarim deb bilaman. Endi ko'p xatolar qilingan. Asosiy urg'ular, ya'ni jamoani kimlardadir xafa qilganmiz. O'zim bilgan bilmagan holda shu xatolarni qilganman. Lekin hammasidan albatta ibrat olganman. Va bilamanki, kimdir avvalo shu narsani bildim. Birovni ko'nglini og'ritish endi to'g'ri, bu juda ham yomon narsa, har tarafdan bilamiz. Lekin doim shu bilganlarimizga amal qilish qiyinligini bildim. Bilmas ekansiz, siz o'ylashingiz mumkin, faqat men ota-onamga yaxshilik qilsam, ustozlarimga yaxshilik qilsam bo'ldi. Yo'q, siz bilmas ekansiz, qaysi odamga yaxshilik qilganingiz orqali siz kamolotga yetishganingiz uchun. Shuning uchun odam tanlamasdan aka bo'ladimi, uka bo'ladimi, do'st bo'ladimi, qo'shni bo'ladimi, oddiy bir o'quvchi bo'ladimi yoki ko'chada bir kim bo'lishidan qat'iy nazar, shunga har bir insonga to'g'ri munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni yaxshilik qilaverish kerak. Shuning uchun har bir insonni tanlamasdan qilgan yaxshiligi, ya'ni men hokimni ko'rib turib yoki direktorni ko'rib yoki kattaroq lavozimdagi ishni ko'rib, shunga yaxshi munosabatda bo'lib turib, qolgan insonlarga yaxshi munosabatda bo'lmasligi, bu meni hech qachon komillikka yetkazmas ekan. Umuman olganda, shu ta'lim sohasiga kirib kelishingizga nima turtki bo'ldi? Ta'lim sohasiga o'zim ham hayron qolganman. Nimaga ta'lim sohasida ketdim? Orada bir trening, darsga borganmiz. Endi treninglar har xil eshitilishi mumkin, kimdir noto'g'ri olishi mumkin, lekin men shuni bilamanki, doim trening foydali deb bilaman. Chunki doim yangi o'zimni ustimda ishlab borishim, bu bilim olishim o'zimga kerak. Shunda bir bordim, unda asosiy narsa aytdiki, yoshligingga qayt degan narsada bo'ldi va kitobda ham bir o'qigan edim. Ya'ni yoshligidagi genlar nimaga olib borsa deb. Keyin hayron qoldim, nimaga men ta'lim sohasida yuribman. O'zi ta'limni haqiqatan ham yaxshi ko'rib qoldim, lekin orada men aytishnik bo'lish niyatim bor edi, ya'ni dasturchi bo'lish. Ta'lim sohasida keyin nima bo'lib ketdi. Endi buni o'sha treningga borganimdagi xulosam, ya'ni u aytgan, yoshligingdagi genlaringga qayt deganda, yoshligida nima qilganman? Bir o'tirib o'yladim. Nimaga men ta'lim berishni yaxshi ko'ryapman? Shu narsani kech payt soat 8 gacha dars bersam ham charchamayapman dedim. Shunda keyin o'yladim, kichkinaligimda esimda bitta sinfdoshim bo'lardi. Sinfdoshida u bilan billalashib o'tirardi, u bilan o'tkazib qo'yardi. Men shu kichkinaligimda juda ham yaxshi o'qiganman demayman, lekin u bolaga nisbatan yaxshi o'qirdim. U bolaga aytganki, oyisi, shu Adhamjon, siz mana shu bolamga nima qilasiz? Tushunganlaringizni o'rgatib turasiz. Bo'sh vaqtingizda oyim bilan gaplashib, maslahat qilishib, uylariga taklif qilishgan, men uyiga borib u bolaga doim dars berardim. Keyin o'shu nima 1-sinfdan boshlangan. 1-sinfdan men u bolaga 2-sinfgacha dars bergan. Keyin oradan shuni bilganmanki, musobaqa o'tkazilgan klass ko'mbasidan va nima bo'lgan desa, bilimni takrorlash onasi, o'zi takrorlash bilimni onasi bo'ladi. Menga ham takrorlangan, ham dars berganman. Keyin kelib 2-sinfda musobaqa bo'lganda, ya'ni sinf rahbarimiz aytgan, biz klass-kom tayyorlaymiz, sinf yetakchisi tayyorlaymiz deganda, shunda men birinchi o'rinda olganman. Keyin vaholanki o'zim bilmagan holda klass-kom bo'lib, maktabda 9 yil klass-kom bo'lib o'qiganman. Shuni bilaman, balki yoshligimga qaytganimda shu dars berish o'shundan boshlangan, shu do'stim sababchi bo'lgandir. O'zi o'quv markazida, ya'ni xodimlar jamoada o'quv markazida qadriyatlari nimalardan iborat? Asosiy qadriyatlar mavzusi xuddi maqsad mavzusiga o'xshaydi. Qadriyatlar orada o'zgarib turadi. Ya'ni nima desa, birinchi qadriyat o'zi
insonni boshqaruvchini o'zidan kelib chiqadi. Qanaqa qadriyati bo'lsa, korxonada o'sha qadriyatlar singishi kerak. Birinchi qadriyatimiz halollikda ushlaganmiz xolos. Halollik bilan natija ikkita qadriyatimiz bo'lgan xolos bizda. Bo'ldi, halol bilan, ya'ni har taraflama shunga qat'iy amal qilamiz va ikkinchisi natija. Natija uchun urg'u beramiz. Qanday bo'lmasin ham natija uchun ishlaymiz, sifatli ta'lim. Keyin orada qadriyatlarni qo'shdik. Ya'ni nima bo'ldi desa, ya'ni optimistlikni qo'shdik. Ya'ni har bitta ishda nima bo'ladi desa, muammo bo'ladi. Ya'ni korxonada bir-birimizga bo'lgan salbiy tushunchalar bo'ladi. Shuni to'g'rilash uchun, ya'ni har doim insonni, jamoa a'zolarini yaxshi tarafini ko'rishga harakat qildim. To'g'ri, kimdirda bo'ladi kamchilik, hattoki avvalo o'zimda ham bor. Shuning uchun doim kimgadir qarasam yaxshi nazar bilan, ya'ni uni kuchli tarafini ko'rgan holda shu taraflarga e'tibor berdim va nekbinlik deyiladi o'zi, lekin hozirgi zamonaviy tilda optimistlik deyiladi, yaxshi nazarda qarash. Xo'p, halollik, natijaviylik, optimistlik, keyingisi ozodalikni ham qo'shdik. Ya'ni ozodalik nima degani esa, o'zingiz bilasizlar, ya'ni tozalik iymonning yarmidir deyilgan. Ya'ni tozalik bor joyda baraka bo'ladi. Shuning uchun tozalikni ham albatta o'quv markazi bu haligi nimadir ba'zi tozalikka urg'u beriladigan joy ba'zidir desa, lekin asosiy narsa tozalik ham bo'lgan joyda, tozalik bor joyda baraka bo'ladi. Xo'p, keyingi va shu narsani yaqinda buni qo'shdik, mas'uliyatlilik degan narsani. Ya'ni mas'uliyat bo'lmasa qolgan hech qaysinisi yurmas ekan. Na natija yurar ekan, na halollik yurar ekan, na ozodalik, optimistlik yurar ekan. Agar har bir korxona yoki mana shu jamoa a'zolari o'z vazifasini mas'uliyat ila qilmasa, batda hech qanaqa, ya'ni korxonamiz doimiy tizimli, tartibli rivojlanish bo'lmas ekan. Shuning uchun mas'uliyat degan narsani biriktirdik. Avvalo o'zimga shu rahbarlik bo'yicha, boshqaruvchilik bo'yicha mas'uliyatni olgan holda qolganlarga kelsa, ustoz o'z mas'uliyatini, tozalik bo'yicha jamoa a'zosi tozalik bo'yicha mas'uliyatni olishini afzal deb bildik. Ya'ni mas'uliyat shu qadriyatlarimizga asoslanib o'quv markazimizni tashkil qilib yuritib kelyapmiz. Rahmat bugungi suhbat uchun Adhamjon aka. Endi inshaalloh yana bu davomiy bo'ladi. Suhbatlarimiz, obunachilarimiz qanaqa savollaring bo'lsa, shu izohlarda yozib qolishlari mumkin. Keyingi podkastlarimizda iloji boricha harakat qilamiz shu savollaringga javob berib ketishga. Hozircha sizga rahmat Adhamjon aka. Katta rahmat sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.